Damaschi akalar, M3 haydaydigan paytinglar keldi. Qatdan M3 ga pul deysizmi? Aka, narxini hozir o'zdan aytib ketaman. 215 million so'm. Oldingisidan tezroq va oldingisidan kengroq. Agar tayyor bo'lsangiz, shu videoga bitta like bosib qo'ysangiz, men sizga mashinani to'liq obzor qilib beraman. Tanishing, M3 Jack mashinasi. Hadeb qimmat mashinalarni obzor qilamiz-mi? Xalq bo'lib non topadigan mashinalarni obzor qilaylik. Qarang, oldi farasi, umumiy dizayni juda ham zamonaviy, chiroyli qilib ishlangan. Ayniqsa oldi reshotkalari. Eng asosiysi buni motori bo'ladi. Okay, motori 1.8 atmosferniy motor. Eng asosiysi metan propanan uстановка qilsangiz bo'ladi. 4 ta silindrli 134 ta otni motori tagiga qamab qo'yishdi. Yoki uncha mashinadan seryozni yurib qo'yadi. 15 razmerli diskka yumshoq balonlar bilan dizayniga maza qildim. Eng asosiy joyi zadniy kamerasi bor, Paktronic sensorlari bor, bagajini kattaligi, oila uchun olib qo'ysangiz ham, tog'larga chiqishga yoki mehmoningizni kutib olishga ham zo'r variant. Bemalol narsalarni qo'yib, joylab ketsa bo'ladi. Endi salonni qisqacha ko'ramiz. Bu mashinani haydash uchun B kategoriya pravani o'zi yetadi. D kerak emas. Sidenalari bor. Yumshoq olgan kameralari, bu yerda monitor, Android monitor joylashtirilgan, konditsionerlari, deflektorlari, tablolari, oynalari avtomat, mexanik korobka ko'rishingiz mumkin. Agar buni mehr berib, mana shu okadagi haydaydigan bo'lsangiz, avtomatdagi yuradi. Eng asosiysi bu inson xavfsizligi bo'ladi. Qulayliklarni qarang. Airbag bor, chopper tarafdan ham, passajir tarafdan ham. ABS tormozlar bilan jihozlangan. Oldi tortadi, bilasizlar, ko'p mashinada orqa tortadi, qishda aylanib ketib avariya holatlari ko'p bo'ladi. Bu aynan hamma avariya holatlarini inobatga olgan holatda inson xavfsizligini birinchi o'ringa qo'ygan. Eng asosiysi konditsioner bor ekan. Ko'rasizlar, orqa taraf uchun alohida, oldi taraf uchun alohida. Ya'ni qishda ham issiqqina, yozda muzdek maza qilib ketishingiz mumkin. 9 ta o'rindig'i bilan jihozlangan. Har bitta o'rindig'i oldida stakan qo'yadigan joylari qulay bo'lishi uchun, telefoninglarni zaryadlash uchun USB portlardan ham tashab ketishgan. Biz sizlarga M3 Jack'ga ikki xil versiyasini taqdim qilamiz. Birinchisi hozirgi obzor qilib bergan oila uchun yoki passajir tashish uchun mo'ljallangan bo'lsa, ikkinchisi biznesmen akalarimiz uchun katta korxonalarga mo'ljallangan van, ya'ni gruzovoy varianti. Bu oddiy gruzovoy emas. Polni ko'rishingiz mumkin, plastik obshivkalari va patologlariga ham hammasi jihozlab qo'yilgan. Bunga konditsioner qo'yib, bemalol xolodilnik qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Hamma narsasi bir xil, motor ot kuchlarigacha bir xil bo'ladi. Narxi bo'lsa 199 million so'm. Xullas, bu videoni Damas haydaydigan tanishingizga hozir o'zidan jo'natib qo'ying. Aka aytayman, M3 haydaydigan paytingiz keldi o'sha. Xarid qilishingiz mumkin.